Assalomu alaykum hammaga. Men bugun YouTube'da bo'layotgan ishlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Hamma Mitsuning ishlari haqida gapirib chiqyapti va Mitsu Ryuxonjularga heyter kanallar ochilyapti. Hamma o'zi uchun yetarlicha aktiv yig'ishyapti u kanallarda. Ular o'ylashyaptiki, biz new youtuberlarga aktiv yig'ib bermoqchimiz degan maqsadni oldilariga qo'yishgan. Ammo ular new youtuberlarga aktiv yig'ib bermasdan aktivlarni o'zlariga yig'ib oladi-ku. Bir o'ylab ko'ringchi, shuncha heyter kanallar nega ochilyapti? Ularga nima kerak? Bu ularga heyterlik qilib, o'zlarini kanallarini yuritishsa ham bo'ladi-ku. Ular Mitsu va Ryuxonjuning orqasidan aktiv yig'ishyapti. Ular heyterlik qilishyapti. Ularga aktivi past bo'lgan youtuberlar qo'shilishyapti va o'zlariga aktiv yig'ib olishyapti. Ammo boshqa youtuberlar chetdan qarab turibdi. Ular o'ylashyaptiki, bu ishlar tugagandan so'ng bizlarga aktiv yig'ilib keladi deb. Ammo unday bo'lmaydi. Ular Ryuxonju va Mitsuni yo'q qilgandan so'ng yangi youtuber kerak bo'ladi. O'sha youtuberni heyt qilish uchun. Ular qaysidir youtuberni heyt qilishmasa, ularning aktivlari juda tushib ketadi. Ularda boshqa ish qolmaydi. Yoki o'zliklarini o'zgartirib, boshqa yo'nalish bo'yicha video qilishlari mumkin, lekin u videolariga qiziqmasliklari ham mumkin. O'shaning uchun ular yangi youtuberni heyt qilishni boshlashadi. Yana bir youtuber ular sababli YouTube'ni tark etishi mumkin. Men bu yerda Mitsu yoki Ryuxonjuning tarafini olayotganim yo'q. Men shunchaki haqiqatni olib chiqyapman. Meni heyt qilishingiz mumkin, ammo menga o'rinli tuhmatlar qilishingizni so'rab qolaman.